Selamünaleyküm krallık yüzü kurmalı. Kısmına xeyirlik olsun. Ben Adil Ergür. Uygur Tədqiqat İnstitutundan. Hemenlarga sevim salam yollayman. Her hafta institutumuzun müdiri. Şundaqlar Ceddik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Fakültesi dostum doktor. Erkin Ekrem bağlamında tüzgülattan Xalqara vaziyet ve gün tartib namlı programımızdaki yeni bilimi uzunlar oldu. Erkin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Aziz görürmenler, biz bugünkü programımızda mümkün mühim temizlik toplumumuz. Birinci temimiz, Mağlaganların bulağındaki Avrupa Parlamentoda Xitay hükümetinin ki Şarkı Türkistan'da Uygurlarga qaratgan zulmünü, insaniyaga qarshi jinoyat ve irqiy qirg'inchilik buniki ciddi xatar va degan mazmundagi qaror loyihasini ma'qul qilgan bo'ldi. Bu albatta bizning uchun intayin muhim qaror. Biz bugünkü programımızda bu karar nima uchun elindi? Bununki qarorniki hozir tek bir Rossiya Ukraina urushida esnasida elinishi nimadan ishni yarattirdi? Bu qarorga nisbatan Xitoy qanday inqoz qilishi mumkin? Agar bu qaror Yevropa davlatlariniki Xitoyga qaratgan siyosatiga qanday ta'sirlarni olib qo'yishi mumkin degan savolga javob berish bilan birga ikkinchi savolimiz bo'lsa bu Xitoyniki Qashqar Qirg'iziston O'zbekistonni tutashtirgan poyezd loyihasininki jiddiy tayyorlik qilayotganligi haqida xabarlar tarqalyotdi. Biz bugungi programmamizda nima uchun Xitoy buni jiddiy tutish qildi? Bu poyezd liniyasiniki, temir yo'l liniyasiniki siyosiy, iqtisodiy va madaniyat jihatdagi ta'sirlari Sharq Turkiston qandaqroq bo'ldi degan savollarga javob topshirishimiz. Ma'lum oldi bilan Yevropa parlamentida nima uchun bizga munosabat qaror e'lon qildi? Aslında bu Xitoyningki Sharq Turkistonga ilib borgan bu zulm siyosatini bir mahkama, yani Uyghur sudi buna bir insoniyatga qarshi jinoyat va bu irqiy qirg'inchilik qilindi degandek bir qaror e'lonlangan keyin bu qolgan siyosiyonlar va shundaqla munosabatli odamlar, mayli bu millat vakili bo'lsin, mayli davlatda xizmat ilib borgan odamlar bo'lsin, ular mamlakat bu gapni, ya'ni bu aniqlashni ochiq deyalaydigan bir ahvol yaratdi. Ikkinchisi, bu Xitoyningki g'arbga qarshi ilib borgan siyosati bo'libmi Uyg'ur masalasidan ko'paydi. Misolga Yevropa parlamentosi Xitoyga qarshi shu Uyg'urlarga ilib borgan siyosatini, bism siyosatini tanqid qilgandan keyin Xitoy uningga ikki has jazo berishga tirishdi. Ya'ni Yevropaliklar bunga hayron qoldi. Bu nima qilyapti? Xato qilyapsa, biz tanqid qilsak deb olmayapsa, bizga tegib bism ishlatsa. Bundan boshqa bu kim shu nimadan tegim aniq ko'rindi. Rossiya Ukraina urushidan keyin Yevropa bilan Amerika yoki g'arb davlatlarining orasidagi ittifoqni kuchlandi. Bütün bu sebepten tüpeyli hem de özününki kıymet qarashlarini qo'llash meselesinden tüpeyli Sharq Turkistonda bu ilib borgan zulm siyosati, yani irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi bir inkos bildirishga tirishdilar. Uzun bir mezgil muzokara qilgandan keyin, undan keyin ba'zi Sharq Turkiston tashkilotlari, inson haqlari tashkilotlari degandek ularninki nurg'un bisimdilar. Mana bugün bununki kararı çıktı. Bu hazırgacha 9-10 ya parlament ya da hükümetninki çakallışı oldu. Bundan keyin Avrupa münasebetiga qanday ta'sir yetkazdi deganda hamda Xitoy yağan, yani Sharq Turkistonda yashanayotgan bu irqiy qirg'inchilikni yağan meselelerni ustiga bunday bir siyosatni belgilash to'g'ri bo'lmaydi. Sizler yağancılık kılıvarsızlar degandek tanqidni qilyapti, ya'ni burundan tatib qilib kelgan. Bu bundaq abay degan ikki tarafninki Hong Kong meselesi olsun, Sharq Turkiston Uyg'ur meselesi olsun, bular bu meseleler ikki davlatninki arasındaki munosabatni yiriklashtirib ilib kelyapti, ya'ni yiriklashdi bularninki munosabati. Hamda budaqi bu qaror bilan texmi yiriklashadi. Xitoy belki bularga qarshi ba'zi tedbirlarni ilishi mumkin.
Ama her Avrupa'ya karşı ilingan bu tedbir münasebetini tekrar jerikleştirdi deb o'ylayman. Gerçi Avrupa'da bazı devletler Xitoyni qo'llab qilgan bo'lsa, ama ko'pchilikninki ovozi bunda bo'lgandan keyin qolgan Xitoyga yaqin bo'lgan devletler amalsiz qoladi. Çünkü bu ortak bir karar. Fakat bu kararınki cezalandırış tarafi yok. Agalandırış, tanqid qilish, isim ishitish tarafda bir ahamiyati bor. Shunga Xitoy bir chetdan bu yag'an vaziyatga qarshi siyosat ilib kelayotgan deydi. Bir tarafdan yana Yevropa bozorida qutlamaydi. Shunga bu ikki xil, yani siyosiy qimmat qarash chetda bir talash tartish bo'ladi, ama ticaret chetdan yana devam qiladi deb o'ylayman. Malum bu yuqorilgan bu zulmni Yevropa parlamentida insoniyatga qarshi va irqiy qirg'inchilikning jiddiy xatari bor dedi. Shu qaror bilan bu irqiy qirg'inchilikning o'tirisida muhim farq bor deb o'ylayman. Qanday tushunsiz buni? Shunday, bu Yevropa parlamentosida chiqqan bu qaror, misalga Kanadada, İrlanda'da mecliste çıkan karar sıyırıştıran çağda biraz yeniklik, azrak bir yeniklik var. Bunun sebebi evvel diyendek Avrupa'da bazı devletler Xitaylılarla yakınlığı var. Şununla bu Avrupa 27 devlet okşaş bir karar çıkarış için bazı okşamaydıgan fikirlerini ortaklaştırma degan bir ahval var. Bunda kımıza karar çıkmaydı. Şununla Avrupa parlamentoda bence şu her tarafınki fikrini, göz kararlarını jugrup otur hal bir karar çıkış için şunda bir ifadeni işletti. Yani ciddi risk vardı. Bu kararını ciddi xatar var degan bu kararını resmi irqiy qirg'inchilikka aylantirish yoki mush to'g'risida qarar ihtimoli bor degan gap bu. Şunda bir xavf var deganning o'zima aslında bu yerde bir ırkı kırgıncılık ve insaniyetke karşı bir cinayet işlengen deydi. Çünkü o xatarlikni iğir deb kelime işletiyordu. İğir bir xatarlikni. Demek ki bu yerde ırkı kırgıncılık degan ahval var degan ma'no chiqadi. Hem de bu mesele müdafiyada. Kelgusinde muvaffaq bir vaqtlarda xalqaro jinoyat sudi bo'lsin, xalqaro adolat sudi bo'lsin, bu yerga murojaat qilgan chaqda murojaat qilamaydi degan ma'noga kelmaydi hozir. Yevropa parlamentida chiqqan qaror. Yanalar murojaat qila oladi. Misolga bu irqiy qirg'inchilikka qarshi ba'zi jazolandirish bilan munosabatli moddalar bor. Uningga murojaat qila oladi. Faqat Xitoy shu 48-yilda bu kelishgan imzalaşkan bu ırkı kırgıncılıkını aldığımız ve to'sash bilan münasebetlik bu to'xtamnomaning 9. maddega imzo qo'ymagan. 9. madde nima deganda, ya'ni Xitoy tarafininki ma'qulligini olmay turib sudga belgi bo'lmaydi. Ya'ni Xitoy suddan qutulyapti-da mana deganda. Shunga bu chetdan degan chog'da Yevropa parlamentosining bu qarori bir kamchilik yo'q, yani. Baribir murojaat qilsangmi, Xitoy omadiga qo'l qo'ymagandan keyin bu yerga qilishninki bir qiyinchilik bor. Faqat jahon o'zgaryapti. Jahon har doim o'zgardi. Bir kuni keladi, farqli bir siyosiy tanqidlar bo'ladi. Bu vaqtda 9. maddaga murojaat qilmasmi, yana bir şekilde Xitoyni jazolantirishning ehtimoli bor. Boshqa bir jihatdan degan chog'da Xitoy hamda peshonasiga yo'g'on bir tomg'ini urgan bo'ldi. Ya'ni Avrupa bu jiddiyyatdan devletini tashkil etgan bu Yevropa Birliği deydi, Amerika deydi, dünyanın en cho'ng kuchlar tarafdan Xitoyni shu irqiy qirg'inchilik bilan ayblagan bo'lsa, undaqda Xitoy bu ayblashdan qutulamaydi. Yani siyasi cepten, diplomasi cepten, inovat cepten, obraz cepten bir ziyan tadıdı. Yani başka cepten degende Amerika'da mı şu Türkistan'daki kulluk sistemini bununla kararname var diyen Türkistan'dan çıkan mesuliyetlerine karşı tedbir eğiliş.
bu qaror bilan hozirgi degan qaror bilan birlikda mushu ba'zi Xitoy bilan tijorat ilib borgan shirkatlarni arz qila oladigan bir vaziyat yaratgan bo'ldi. Shunga ba'zi tijoriy shirkatlari Xitoy bilan tijorat qilgan chog'da cho'qim bu Uyg'ur masalasiga diqqat qilishga majbur. Diqqat qilmasa, o vaqtida jazo kelib qilish mumkin. Sharq Turkiston tashkilotlari arz qilgan haqqi paydo bo'ldi degan gap. Yevropada buni qila oladigan holga keldi degan gap. Shunga bu Yevropa bo'lsin, Amerika bo'lsin, yoki xalqaro cho'ng shirkatlar bo'lsin, bu bunda qarordan biraz ham tortadi. Xitoy bilan balki yushirin kelishimni qilishi mumkin. Ya'ni Sharq Turkistonning mas'uliyati emas deb qo'yibchi. Xitoy ochiq xatni yozib bersa, bu shirkat qutuladi. Shunda bunda ahvolni hamda Sharq Turkiston tashkilotlari yoki boshqa davlatlarniki istixborot bo'lsin, tekshiradigan idoralar bor. Surishtirib tekshiradilar. Bular agarda bu shirkatning bu yolg'onchiligini bilib qolsa, u vaqtida bu shirkatlarga ig'ir jazo keladi. Bu bütün bu şirketlerge bo'lgan bu manfiy ahvollarninki yadro kısmında Uyg'ur meselesi. Yani shuningga bu Uyg'ur meselesi xalqaroninki siyosiy, diplomasiy, iqtisod, tijoriy, topiya degandek har sohaga kirishga boshladi. Shuningga Yevropa parlamentosining bu qarori majatdin deganda muhim. Yani Uyghur davası, Sharq Turkiston davasını xalqaro sahnada muqimlashish va bu davoni texmi taraqqi qildirishda cho'ng bir ahamiyati bor deb o'ylayman. Bunda Muslim ulabla javob bersangiz, ya'ni biz endi hozir ommaviy tashkilotlar deymiz, o'rniga Uyg'ur so'z deymiz, ba'zi bir kuchli demokratiklar deymiz. Bizni qilgan zulmni, insonga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik Yuqorida vermiş doğrusu karar aldı. Hatta hazırkıdek bu xalqaro tashkilotlar doğrusunda karar algan bo'ldi. Bundan keyin mushundaq bir qarorlar ko'payish ehtimol bormi, yo'qmi? Bence bor. Çünkü Sharq Turkiston tashkilotlarininki tirishchanligi, ya'ni buni kengaytirish va Sharq Turkistonliklar nurg'un davlatlar yashayotdi bizda. Bu davlatdagi tashkilotlar o'zining yashayotgan davlat ahvollarga qarab u davlatda mayli parlamentoda bo'lsin, mayli boshqa idoralarda bo'lsin, ularga qabul qilish jaddan tirishchanligini qilsa, undan xalqaro inson huquqlari tashkiloti deymiz. Undan keyin bu ba'zi jamoatlar bor, Sharq Turkiston undan keyin matbuotlar bor. Ular bu yo'llardan degan nurg'un davlatlarda bu qarorni aldırışga ihtimal var. Bu devletlerninki hükümetleri bu kararını iliş biraz kıyın. Ama parlamentoda ilişninki ihtimalları var. Şununla bence bu ahırkı bir karar emez. Bundan kim bazı devletler yine iliş mümkün. Çünkü Sharq Turkiston'da yaşanılan bu zulüm, bu ırkı kırgınlığı, insaniyete karşı bir cinayet hakikaten 21. yüzyılda bunu kabul qilish pek qiyin. Gerçi bazı iqtisodiy ticari menfaatdan tüpeyli bazıları yoki bazı şirketler, bazı kısımlar bunu ilgi olmasına ama ko'nglida biladi bunu. Yani 21. asrda insonga buni qilmaslik lozim. Xitoydagi bu sizlarni burun qilgan qo'ydi. Shu haqlar boshqa davlatlar shu burun qilg'ashqa buni xato deb ko'rgachga bugun Sharq Turkistonda tekrar bundaq cinayet yaşanmasın devam ediyor. Hazır Xitoyning mantiqiga qaraydigan bo'lsa, sen bu burun qilgan, men qilsam nim bo'ldi degan bir mantiqi bor. Ertaga bu mantiqani tanqid qilgan nurg'un davlatlar va o'xshash tashkilotlar o'tirib chiqadi. Ya'ni yig'ib kelgan chog'da Xitoyningki obraziga bo'libmi yuksalayotgan bir Xitoy, ertaga Jahongir davlat bo'lgan degan bir Xitoyningki obraziga nihoyatda qattiq bir resim bo'ldi. Hamda bu obrazni tuzitish uchun Xitoy uchun ham vaqt chetdan uzun davom qiladi, hamda buni tuzitishmi qiyin bo'ladi. Chunki shakllanib bo'lgan bir tanqidni yoki bir aniqlashni yo'qotish uchun Xitoy Sharq Turkistonda
yepyeni bir siyasetini ilgilişimiz. Ama hazırki Xitay'nınki siyasi zihniyetiga qaraydigan bo'lsak, bunday bir niyetininki yo'qligini ko'ramiz. Shunga bu Xitoyda uzun muddat tanqidni ismini tatidi va xalqaro bo'lib g'arb dunyosida Xitoyni shu irqiy qirg'inchilikni ilib olgan davlat deb yoki hokimiyat deb tanqid qilishninki ahvoli davom qiladi deb o'ylayman. Onun üstünden bu yakın zaman tarih qaraydigan bo'lsakmi, boshqa millatlar irqiy qirg'inchilik yurgizgan bir davlat yoki bir millat ma'lum darajasini bedelini to'lagan. Masalan, nemislar ma'lum darajada to'lagan bo'ldi. Yaponlar ma'lum darajada to'lagan bo'ldi. Boshqalar ham shunday qildi. Siz degandek Xitoyninki buncha zulmni qilib kasallik ustishi tez deb o'ylayman. Siz ko'rmanlarni biz ikkinchi bir muhim savolimiz bor. O'tsak xabarlarda bu Xitoyninki Qashqar, Qirg'iziston, O'zbekiston tutashadigan bir temir yo'l planninki barlarga chiqadigan mushtoqda jiddiy madad sanayotganligini bildirilmoqda. Amaliyotda temir yo'l degan vaqtimizda bizningki bir qatnash ismimizga kelishi mumkin, ammo hammamizga ma'lum bo'lgandek bu yerda temir yo'lniki keyinda Xitoyning siyosiy maqsadi, iqtisodiy maqsadi va boshqa jahongirlik maqsadi deganlarni bilmek tez emas. Ehtimalım sizin sorsam aldıdan bunun iqtisadi tarafını bir yak qarab siz benim şu temir yol layihasi planninki siyasi g'arazini bir tushuntirib bergansiz. Hamda bu yo'l bilan tijorat yo'lini bog'lagan bo'ladi. O'rta Osiyoni o'zininki tijoriy to'g'riga bog'lagan bo'ladi. Bu tijorat iqtisodiy manfaat bog'langandan keyin siyosiy jihatdan bog'langan bo'ladi. Tutulish qiyin bo'ladi. Xitoy 2006'dan keyin Sharq Turkiston Urumchi aydurumi va Qashqar aydurumini xalqaro aydurumiga aylantiramiz deb plan qilishida va shundaqla Sharq Turkistonning temir yo'llarini tizlashtirish va ko'payib silishi hem O'rta Osiyo hamda bu Janub Osiyoni Sharq Turkistonga bog'lash degan bir plani bor va uni davomli qilib kelyapti. Ya'ni Sharq Turkiston O'rta Osiyo va Janub Osiyoninki jalb qilish markaziga aylantirmoqchi. Sharq Turkistondagi muqimlik bu jihatdan deganda Xitoy uchun muhim. Chunki u rayonlarni o'ziga jalb qila olish uchun Sharq Turkistonning muqimligini qo'llash lozim. Ammo bu muqimlikni nihoyatda abayt deyilgandek qattiq bir zulm siyosati bilan davom qilyapti. Bu agarda O'rta Osiyoda bu ta'sirni yaratgan taqdirda Rossiyaga berib chiqdi. Rossiya misolga mushu projega bu proje 1997'da planlangan ve o'tkazilgan 25 yil o'tib ketdi. Bu hal olmadı. Sebebinin birisi mushu Rossiya. Rossiya istemaydi bunu. İstemez sebebi Xitoyning O'rta Osiyodagi inovati ta'sir kuchininki tiklanishidir. Buningki agarda texnik jihatdan deydigan bo'lsak, Xitoyningki sog'an bu yo'l aslında 3 yo'l bilan ma'lumdir. Birisi Qozog'iston orqali O'rta Osiyoga, birisi hozirgi davlatgan Qirg'iziston, O'zbekiston yo'li, birisi Pokiston yo'li. Hammasi Sharq Turkistondan chiqish qiladi. Hozirgi bu O'rta yo'lininki chiqishi bilan bu O'rta Osiyodagi ba'zi temir yo'lninki kengligini Xitoyning standartiga, Xitoyningki o'lchamiga o'xshashlashtirish lozim. Sovetlar vaqtida bütün Sovetlarga bog'langan temir yo'llarninki kengligi, rayning kengligi va ray bilan rayning orasidagi kengligi Xitoydan biroz kam. Ve bu mayli Mo'g'ulistonga, mayli Rossiyaga, mayli O'rta Osiyo davlatlarga Xitoy poyezd yo'lisa, chegarada bu rayni o'zgartish lozim. Yani vagon qoladi, ammo tuvandagi chaq almashadi. Shuni vaqt ketadi. Tiz suratlik degan narsa qolmaydi. Ammo hozir Xitoy davlatgan Qashqar, Qirg'iziston va O'zbekiston Andijongacha borgan bu temir yo'lni Xitoyning standartiga. Bunda bo'lgandan keyin bundan keyin Tojikiston bo'lsin, O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonlarma asta-asta Xitoyningki ray o'lchami bilan moslashidan.
Maslashgandan keyin Rossiyaning temir yo'li buningki O'rta Osiyoga kelib qolsa, o'ma vagonni egiz ko'tarib, chaqini almashtirib, undan keyin minishga boshladi. Ya'ni bunda degan chog'da O'rta Osiyodagi temir yo'l sistemi Xitoyning sistemi bilan bog'langan. Undaqda Xitoy bu yerga osonla kira oladi. Osonla ta'sirini yarata oladi. O xuddi o'z vaqtida shu Rusningki 19-asrning oxiri 20-asrning beshida Transsibiriya temir yo'li yasagan. Bu temir yo'lningki bir qo'lini O'rta Osiyogacha akagan. Shuning bilan bu mal yetkash ticari qilishlar osonlashgan bo'ldi. Osonlashgandan keyin Sharq Turkistonning tijorati bu O'rta Osiyo bilan bir butunlashib qoldi. Ya'ni Xitoyga berish uchun yo'llar bek qiyin, u vaqtda temir yo'l yo'q edi. Ya'ni Qumuldan bir mang'andan keyin Lanjo'ga borgacha hamda bir oy ketdi endi. Shuninga u yerga borgacha mana O'rta Osiyoga kirsak, texmi o'ng'ay keldi. Shuningga bu O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan tijorat texmi qo'yuqdi. Mayli Yanzheng bo'lsin, Jingzhou bo'lsin va keyin tamoman shu Sovetlarga betilgan bu Shinshay bo'lsin. Shu vaqtlardagi tijoratlarning ko'pi shu O'rta Osiyo bilan. Nima uchun bu temir yo'lning kesimi? O'z vaqtida shu Xitoy shu Sharq Turkistonga temir yo'l salayli degan. Shu Sungjungshan ulug' deymizmi, cho'ng prezidentlik degan unvonni shu Yanshkayga o'tkazib bergandan keyin men shu temir yo'l butun Xitoyda temir yo'l selishini tadqiq qilmay, shu ishlar bilan shug'ullandim. Shu vaqtda Xitoydagi temir yo'lni Sharq Turkistongacha apamisigacha Sharq Turkiston Xitoydan ayrilib ketadi deb tushungan. Shuningga Xitoydan Sharq Turkistonga cho'qim temir yo'l selish lozim va baldur selish lozim. Bu 46-47 yillarda Sharq Turkistonning millat vakillari, Gomindanning millat vakillari, mayli G'oljadagi Cumhuriyatning vakillari bo'lsin. Bularmi deydi, bu temir yo'l salsama mayli, ama yolg'izlar Sharq G'arb emas, ya'ni Xitoydan Sharq Turkiston emas, Sharq Turkistonning Sharq G'arb emas, shimoldan janubga selish lozim. Undaqda bu rayon anondikin ko'rganlarda jonlanadi. Ama Xitoy deydi, shu nimadan Sharqdan G'arbga solinadi. Ya'ni Sharq Turkistonni bizga bog'lashni maqsad. Shunga o'xshash shu Ruslar bu Qashqa Arkashtamdan o'tib shu O'shdan ondan keyin Andijon shu temir yo'lga yolg'izlar Ruslar qarshi chiqmadi. Aslida Qirg'izistonga qarshi chiqdi. Qirg'izistonning maqsadi Qashqadan shu shimolga qarab minib, Qirg'izistonning shimoldan ondan keyin janubga tushib, janubdan ondan keyin bu Farg'ona rayonlaridan ondan keyin O'zbekistonga kirish. Bunda o'ylagan. Xitoy buni qabul qilmaydi-da. Men bigadan bu temir yo'lni uzitmayman. Men janubda bunday o'tib kelsam qisqarmam bu yo'lim. Nemishki sizlarning davlati shimoldan ondan keyin to'g'anda tushmaydi. Qirg'iziston unmadi. Çünkü Kırgızistan şunu bilirdi, o janub ve şimal arasında bir nima var Kırgızistan'da. Bunun bir qancha qatim nima bo'ldi bu anaqa jidallar bo'ldi. Şimal janubninki meselesi. Bu var. Şimal ve janub tog'lar bilan ayirib o'tkazgan, burundan tortib temir yo'l yo'q. Kırgızistan'ın şimalda bir temir yolu var, o Kazakistan bilan bog'lanadi. Janub tarafda bir yo'l var, o Tojikiston bilan O'zbekiston bog'lanadi. Ama o'zining davlatining o'ttirisida shimoldan janubga yo'l yo'q. Shuningga Xitoyni zo'rlab boqamiz, Xitoy baribir shu Ipak yo'li strategiyasini amallashadi. Biz isilib olaylik deb isilvaga Xitoyni unmagan, ondan keyin abayman degandek rayonninki kengligi, torligi meselesi, mablag' silish meselesi, qaysi yo'ldan o'tish meselesi, ba'zi yo'llarda kam bor ekan-da. Ularni bozmasligi, muhit meselesi degandek 20 necha yil shunda tartib qildi. Bu 6-oyning 5-ida Qirg'iziston tuyuqsizlar Ruslar qarshi chiqmaydigan bo'ldi. Biz mana shu Xitoyning degandek shu janubdan o'ssin deb qabul qilgan. Bu yolg'izlar tijorat iqtisodiyot meselesi emas. Bu yerda kelgusida Rossiya bu rayonni qo'ldan chiqaradigan yoki
Xitoyning qo'liga o'tadigan mana bir ahvol bor. O'rta Osiyodagi devletlarning bu dafa Ukraina Rossiya Ukraina urushidami bir narsani ko'rdi. Ular tuqqan darchilik bo'lgan ikki davlat orasida bunda bir urush jang bo'lgan bo'lsa, ertaga bizni mana shunday holiga kelib qo'yishi mumkin. Rus va ishimiz Rus bilan uzun muddatli bir o'rtak tariximiz bor, ammo bu Rus iqtisod jihatdan bizga bir yardım qilolmaydi. Qila oladigan davlat Xitoy. Hamda Xitoy bilan iqtisod tijorat jihatdan agarda munosabati yaqin bo'lsa, bu Rusninki O'rta Osiyoda bo'lgan besimni tankash qila oladi-da. Bunga O'rta Osiyo davlatlarininki o'zininki hisoblari bor. Rusiyaning hisobi bor, Xitoyninki hisobi bor, ammo Xitoyning hisobi biroz cho'ngroq. Hozir mana siz davomli deysiz bo'ladi. Xitoy davomli qilib imperialik tajovuz qilib qo'ygan boshqa bizning chegara rayonini bizim ishga o'tib aylantirish uchun bir qilganimiz mumkin degan tushundim. Shu tushunsak bo'ladimi hozir ishni? Shunda tushunsak bo'ldi deb o'ylayman. Misolga shu Gansu degan rayon hamda o'lka. Burun Xitoyning emasdi. Xitoy manbalarida misolga Simochaning Shilji bo'lsin, Banguningki Hanshu bo'lsin, bu kitoblarda shu Gansu rayonlari bunlarninki o'ng qo'l deklikninki rayoni deb ataydi. Changcham birinchi qitim bu yo'lni ochgan deydi. Ya'ni u vaqtida Gansu Xitoy uchun chegara rayon. Asta-asta bu Sharq Turkiston keldi. Sharq Turkistonmi uzun bir muddat chegara rayon bo'lib qoldi. Endi bu O'rta Osiyoga o'tib, Pokistonga o'tib, Indo-Okeanusga kirib, Matrabdan Irongacha erishish u vaqtida O'rta Osiyomi Xitoyning chegara rayon bo'lib, Sharq Turkiston ularninki ichki rayoniga aylandi. Bu nima degan bir mantiqqa deb balki tanqid qilamiz, ammo Xitoyninki siyosiy madaniyati mushu. Chunki o'zini qo'g'dab qilish uchun cho'qim chegara rayon bo'lishi lozim. Chegara rayonining kengayishi uningki to'proqninki kengayishi demak. Shuningga ertaga bu O'rta Osiyadagilar hozir bu tijoriy iqtisodiy manfaatni ko'zitib turdi. Ammo ertaga Ruslar ularni kontrol qilib yoki boshqarib yoki ezib yoki qatlam qilgan bo'lsa, bundan keyin Xitoymi balki qilishi mumkin. Ki tarixda yamanchiq bundan misollar bor. Misolga Han sulolasida bir mazgil Sharq Turkistonni besib olgan. Ash vaqtida nurg'un shu Sharq Turkistondagi davlatlarni bek bo'lsak. Shuningga isyon chiqib ketib, Xitoyni qo'g'lab chiqib o'tdi. Tang sulolasida shu O'rta Osiyodagi davlatlarni bek qiynadi. Ularninki qimmatlik toshlar bor, uni olamiz deb. Oltin, kumushni olamiz deb. Uni oz deb, undan keyin qizlarga tajovuz qilib. Ondan keyin davlatninki podshohning qizlarini bulab talab. Ondan keyin o'zi tatib, ondan keyin ish tugagandan keyin askarlarga, komandanlarga ta'qib qilish degandek. Nayda yaxshi ahvollar yashangan. Hamda bular bek kona hikoya bo'lg'achqa balki unutib qolish mumkin. Ammo bugun Xitoy bu yerdagi O'rta Osiyodagi manfaatni qo'g'dash uchun cho'qim ba'zi tadbirlarni bu tadbirlar balki siyosiy bo'lishi mumkin, iqtisod, tijorat bo'lishi mumkin va yerga kelgan chog'da mumkin qurolli kuchlarni ishlatish mumkin. Hozir Xitoy shu O'rta Osiyodagi temir yo'llarni bu aslida Yangi Ipak yo'li projektninki ichidagi narsa bu hozirgi temir yo'l. Shu temir yo'l va quruq yo'llarni qo'llash uchun Xitoy xavfsizlik shirkatini qurdi. Bu xuddi davlatninki armiyasi emas. Xavfsizlik shirkatininki odamlari bular. Aslida hammasi shu askarlar. Bundaq odamlarni yo'llaydi, qo'g'daymiz-da. Bundan keyin xalqning ichki ishlariga aralashgan bo'ladi endi. Hozir Qozog'iston, Qirg'izistonda Xitoyga qarshi namoyishlar bor. Bu namoyishning sababi shu Xitoy bu yerda qonlarni ichib ularga rayondagi xalqqa ishtik vermey, bütün özünün işçilerini ekilip, özleri tetkiki baştan buluyordu. Misalga, Kırgızistan her yıl bu projekte, hazırda bilen bu temir yol projekte, yılda belki $200 milyon yol ötüş pulunu alış mümkün.